Assalomu alaykum azizlar, Shifo bo'lsin podkasti yana sizning xizmatingizda. Bugungi mehmonimizni ham men uzoq kutdim, chunki mehmonimiz chet el safarda edilar va rostini aytsam, vaqtlari juda ham kam. Chunki bemorlar ko'p, ular talashlar, chunki O'zbekistonda bitta va yagona Ilhom Rahimov O'zbekistonga ma'lum va mashhur trixolog. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Va nihoyat. Siz gapirmang. Mana oxiri ham ko'rishdik dedi-yu. Ha, shunday. Nasib Chunki qildi bugunga. avvallari ham siz bilan suhbat qurganman va doim har bitta suhbatimdan o'zimga yangiliklar olaman. Ilhom aka, trixolog so'zini biz unaqa ko'p eshitmayapmiz so'nggi paytlarda, chunki O'zbekistonda chindan ham trixologlar kam, Kam. sanoqli. Asosan biz kosmetologlarni juda ko'p eshitamiz, bilamiz, tinglaymiz va soch muammosi bilan ham nimagadir ko'pchilik aynan hozirgi kunlarda kosmetologlarga boryapti. Trixologni vazifasi nimadan iborat? Nimaga sochimizda muammo bo'lsa sizga kelishimiz kerak? Nigoraxon, mana shunaqa narsaki, trixologiya fani o'zi bu soch logo fan. To'g'rimi? Sochni butun shu paydo bo'lishidan boshlab, uni kasalligi-yu, uni fiziologiyasi-yu, uni normasini, shuni barchasini o'zida jamlaydigan bu fan, bu trixologiya. U bilan shug'ullanadigan mutaxassis bu trixolog o'zi aslida. Endi O'zbekistonda buni kamligini sababi bu biz uchun qaysidir ma'noda yangi, endi yosh bir yo'nalish desak ham bo'ladi. Xabaringiz bormi yo'qmi? Men shu narsani o'zim qo'l urib, bu yil fevral oyida, ya'ni 25-yilning fevral oyida biz Adliya vazirligidan O'zbekiston trixolog va trixoskopistlar assotsiatsiyasini ro'yxatdan o'tkazdik. Aha, siz uni boshqarasiz. Men uni boshqaraman. Va shuni bir vazifalarini, uni oldiga qo'ygan maqsadlarini hammasini mujassam qilish maqsadida bu yil 2-3 sentyabr, noyabr kunlari biz Toshkentda Markaziy Osiyoda birinchi marotaba trixologlarni kongressini o'tkazdik. Aha, ko'rdim. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. Buni maqsadimiz birinchidan O'zbekistondagi trixologiya fanini O'zbekistonda ko'tarish, rivojlantirish, odamlarga tanitish, umuman bularni vazifasini tushuntirib berish. Qolaversa, mana shu O'rta Osiyodagi, Markaziy Osiyodagi butun shu yo'nalishda shug'ullanadigan vrachlarni, mutaxassislarni bitta bir platformaga jamlab, ular bilan hamkorlikda ishlarni amalga oshirish. Juda ham ko'p chet eldan mutaxassislar kelishdi. Kimdir kuzatgan bo'lsa, butun mana shu Yevropadan, Osiyo, Afrika davlatlaridan, Amerikadan ko'p mutaxassislar kelishdi va juda ham qiziqarli bo'ldi. Va keyingi yilga 4-5 sentyabrga Samarqandda ikkinchi kongressini o'tkazishni reja qilganmiz. Aha, demak yangi yilga rejalar bor. Ilhom aka, masalan meni yoshlikdan sochimda muammoim bor. Buni avval ham sizga aytganman. Siz uni sababini ham menga tushuntirgansiz. Chunki soch to'kilishi yoki soch chiqmasligini sabablari ham turli xil bo'lishi mumkin. Masalan, meni endi mana bu yerimda soch yaxshi o'smaydi. Agarda sochimni silliq yig'sam, darhol ko'rinadi. Peshona ochilib qolgan. Ha, o'zi peshonam katta, yana u ochiladi. Va siz bilan ko'rsatuvlar davomida men bilganman, muammo bo'lsa trixologga borish kerak va uni yechimi albatta bor. Chunki dori-darmonlari bor, fizioterapiya bor. Asosan qanday muammolar bilan kelyapti hozir insonlar? Hozirgi paytda umuman bizga murojaat qiladigan bemorlarning aksariyat qismi bu erkaklar sochlarini shu to'kilishi, ya'ni tepakallik muammosi. Bu eng katta muammo. Undan tashqari bizda yana ayollarda ham bu narsa bor. Между прочим, bu ham ayollarda ko'paydi. Hozir bu narsa ham. Yo, meniki ham shunga o'xshashroqda. Albatta. Va ko'proq hozir mana yosh bolalarda ko'rgan bo'lsangiz, yosh bolalarda shu dumaloq bo'lib to'kilishi, butunlay to'kilib tanga bo'lib, butunlay qosh, kiprik, tanadagi tuklarni hammasini to'kilib ketish muammolari juda ham ko'p. Va undan tashqari yana ko'p xillari bor soch to'kilishini o'zi. Nimagadir
soch muammosi yo biz shu bilan ko'proq shug'ullanganimiz uchunmi, Aha. yo bo'lmasam qanaqadir bir u yoki bu faktorlar ta'sir qilyaptimi shu narsaga. Ilgari man o'zim shaxsan o'zim ham masalan traksion alopetsiya, hozirgi kunda uchraydigan trixotilomaniya, bu bizda o'qitgan paytimizda ham bizda bu eng kam uchraydigan kasalliklar guruhiga kiradi deb bizni o'zimizni ustozlarimiz ham ora-orada bitta ko'rishgan shu holatni. Ko'pchiligida uni to'g'ri tashxis ham qo'yilmagan. Negaki, men shu trixologiya fani boya aytganimda yosh fan bo'lgani uchun trixologiyani o'zida ham uni tekshiradigan apparatlari hozirda endi juda ham takomillashib boryapti. Ilgari bu narsa yo'q edi. Trixoskop degan narsa yo'q. Aha. Uni programmalari yo'q. Shuni natijasida bo'lsa kerak balkim bu kasallar kam bo'lgan yo shifokorga murojaat qilmagan. Hozirgi kunda juda ham ko'p, turlari ko'p. Aksariyat holda boya aytganimdek tepakallik erkaklarda ayollarda ham shu narsa ko'payib boryapti. Qarang Ilhom aka, tepakallikni biz doimo genetik xastalik deb o'ylaganmiz. Chunki bundoq qarab turasizda erkaklarga demak yoki otasida yoki dodasida kimdandir o'tganda O'tgan. genetika yoki boshqa bir sabablari ham bormi? Endi tepakallikni asosiy sabablari o'zi to'g'risi bu genetika. Ko'pchilik mana aytadi-ku, sochi man ko'p oldirsang yoshligida tez olsang sochi zo'r bo'ladi, zo'r o'sadi. Man ko'p bir ikki marta qo'yganman shunaqa Instagramda ko'p qanaqadir har xil fikrlar bo'lgan, tortishuvlar bo'lgan. Albatta bu genga bog'liq. Agar siz sochini har kuni kalga olasizmi, yosh bolani, o'zimiznikini ham olgan. Bizda ham, menda ham genda bor. Menda ham olishgan. Shu 10-sinfligimizgacha esimda bor. Har 3 oylik kanikulda bizani sochimizni olishardi. Ilgari shunaqa narsa bo'lgan. Lekin hozirgi kunda nafaqat soch kasalligi, balki boshqa mana infarktni oling, oddiy misol. Infarkt ilgari bo'lganmi 25 yoshda? Bo'lmagan. Infarkt 50 dan keyin, 60 dan keyin bo'lgan. Insult bo'lganmi? Bo'lmagan. Bu narsalarning hammasi mana shu hozir genetika, ya'ni genga bog'liqligi fanda isbotlanib kelyapti. Aha. Shu jumladan soch to'kilishi yoki androgen alopetsiyani asosiy sababi yoki uni keltirib chiqaradigan faktori bu genetika. Aha. Lekin undan tashqari qo'shimcha faktorlar ham borki, shu holatni tezlashtiradigan. Ya'ni uni nima uchun hozir masalan soch to'kilishi yoki mana shu androgen soch to'kilishi yoshlarda ko'p deydi. To'g'ri, haqiqatan ham yoshlarda ko'p. Ilgari 40 dan keyin soch to'kilardi. Hozir meni oldimga kelgan bemorlar aytadi, "Senda androgen alopetsiya" desam, "Doktor, bo'lishi mumkin emas" deydi. "Yo'q, avlodingda bormi?" "Bor. Adamda bo'lgan, tog'amda bo'lgan, amaki. Lekin ularda 40 dan keyin bo'lgan, 50 dan keyin bo'lgan. Hozir 20 yoshda ham Men bor. 20 yoshdaman" deydi. Endi bu narsa boya aytganimdek genda bog'liq bo'lgandan keyin boyagi qo'shimcha faktorlar hammasi shu narsani erta rivojlanishiga turtki bo'ladi, sabab. Ya'ni puskovoy mexanizm ko'p tezroq bo'ladi, voqliroq bo'ladi. Shuni hisobiga androgen alopetsiya hozir erta, ya'ni yoshardi. Hozir men yaqinda bitta bemorni ko'rdim, yosh bola, 15 yosh. Androgen alopetsiya tashxis qo'ydi. Mana biz o'sha kongress o'tkazganimizda Amerikadan endi bizani korifeyamiz deymiz, eng kattaligi shu sohani otasi desak ham bo'ladi. Shularni dokladida, ma'ruzasida shunaqa narsa bo'ldiki, kerak bo'lsa yosh bolalarda 2 yosh, 3 yosh bolalarda ham androgen alopetsiyani u yoki bu belgilarini borligini isbotlab berishdi hozirgi kunda. Faraz qiling, mana 3 demak yosh, 4 yosh. genetika aynan shu Aynan. yoshni o'zida o'zini ko'rsatishni To'ppa boshlaydi. to'g'ri. Endi men bu ko'pchilik aytadi, bu bo'lishi mumkin emas. Sababi yosh bolalarda qanaqasiga bu gormonlar hali rivojlanmagan-ku, jinsiy gormonlar. To'g'ri, bunda ham bor bunaqa sabab, lekin hozir men bu savol, mana shu narsa telefon, men ko'proq shu bilan bog'layman. Bolalarga ko'p narsani ko'rishga dostupni bo'lib qoldi-da. Aha. Любой bola masalan ko'rib internetga kirib har narsani ko'rishi mumkin. Bular erta shu narsani ko'rgandan keyin ko'z orqali baribir bu organizmga ta'sir qiladi. Miyadan impulslar boradi, boyagi gormonlarga ta'sir qiladi va buni natijasida nima bo'ladi? Gormonlar erta ishlab chiqarilishiga olib keladi.
Men bilmagan ekanman. Gormonal disbalans erta boshlanadi. Ya'ni boyagi bolalarni voyaga yetishi tezroq bo'ladi. Avvallari demak 18 yosh bo'ladigan bo'lsa, hozir 12 Aynen. yoshda ham biz Aynen, kuzatib aynen, turishimiz aynen. mumkin. Asosiy sabab shu. Men shu bilan bog'layman. Aha. Bundan tashqari yana ovqatlanishimiz ham mana shu ahvolga tushdik. To'g'risida, ya'ni Fast ochig'ini food. aytish kerak, fast food. To'g'ri, tez mana ana bilan tez bo'ladigan narsa ko'chada bor, dostupni hamma joyda bor. Gamburger, cheeseburger, fast food, boshqa sosiska, kolbasa shunga o'tib qoldi. Ilgarida sholg'om yeyish yo'q, oshqovoq yeyish yo'q, turib yeyish yo'q, qand lavlagi yeyish yo'q, go'sht yeyish yo'q. Go'sht yemaydi yani. Yosh bolalarning qaysi biri go'sht yeydi hozir? Xuddi shunga o'xshagan sabablar ko'p. Endi ekologiyani ko'rib turibsiz, qanaqa ahvolligini. Ekologiya ham ta'siri bor. Shu narsa ayollarda ham ko'proq uchrayapti. Keling, shuni alohida men sizdan savol bilan so'ramoqchiman. Chunki biz o'sha tepakallikni odatda faqat erkaklarda kuzatamiz. Endi ayollar uni bekitishi mumkin. Parik bor, ro'mol bor. Mana menga o'xshab ukladka qilsa ham ko'p narsa yopilib ketadi-da, parikmaxerskiyga borib. Lekin tan olish kerak, odam o'zi bilan o'zi yolg'iz qolganda, oynaga qaraganda albatta bu kamchiliklarni ko'radi. Mana erkaklarda bu narsa boshqacharoq. Ayollarda nimaga shunday bo'ladi? Bu ham gormonal o'zgarishmi? Albatta, ayollarda bu narsa ham aynan gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq. Estrogen, testosteron, progesteron, shunga o'xshash gormonlarimiz bor, shular ayollarda. Mana shu narsa ham bog'liq. Endi yana bitta narsasi borki, ayollarda bu ko'proq bu fiziologiya, homiladorlik deymiz. Mana shu homiladorlik ham gormonal fonga ta'sir ko'rsatadi. Aha. Bilasiz, homilador bo'lganda ayollarda estrogenlar bular ko'p ishlab chiqariladi, me'yoridan ortiq, ya'ni shu homilani tayyorlash, o'shaning uchun ham estrogenlar ko'payadi, androgenlar bular pasayadi. Aha. Lekin ana shunaqa mahalda homilador bo'lgan ayol ertaga tuqqandan keyin estrogenlarni miqdori darholda tushib ketadi. Va shuning natijasida ayollarda sochlarga bu shok ta'sir qiladi. Shok reaksiya bo'ladi. Shuning natijasida bularda soch to'kilishi kuzatiladi. Ya'ni androgen alopetsiya, chambarchas bu mana shu homiladorlik bilan bog'liq bo'lgan holat ham ko'p. Ko'pchilik hozirgi oxirgi paytdagi tashxislar shunaqa bo'lyaptiki, bu androgen alopetsiyami yoki bu soch to'kilishi homiladorlikdan bo'lganmi? Yoki bo'lmasam homiladorlik androgen alopetsiyani kuchaytirganmi degan yo'nalishda hozir tekshiruvlar Demak o'tkaziladi. hammasi bir-biriga Chambarchas bog'liq, bog'liq, lekin hammada turlicha sabab Kecha. bo'lishi mumkin. Mumkin. Ilhom aka, odatda biz sochimizni yaxshi ko'rib parvarish qilamiz. Erkaklarni bilmadim, lekin biz ayollar bu soch Erkaklar ham qaraydi, o'ziga qaraydi. Bor shunaqalar. soch o'zimizni ko'rkimiz va shunga biz o'sha yoshligimizdan boshlab, buvijonlarimizdan boshlab soch taraladi, har xil maskalar qilinadi. Hozirgi kunda juda ham ko'p To'g'ri. bunday vositalar, shampun, maskalar xohlaganingizni xarid qilib ishlatishingiz mumkin. Lekin nimagadir shu oxirgi nuqtasiga olib borishni yaxshi ko'ramizda. Qayerimizdir o'sha dumaloq tangacha bo'lib qoladi, qayerdir ochilib qoladi. Keyin atrofdagilar soching to'kilyaptimi degandan keyingina voy nima qilsam ekanga tushamiz. To'g'ri. Nimadan keyin biz shifokorga borishimiz kerak? Kosmetologga emas, tabibga emas, aynan trixologga qachon borishimiz kerak? Nimani ko'rganimizda? To'g'ri. Mana qarang. Значит, soch to'kilishini o'zi agar me'yorda ham bor, uni bilamiz. Hamma me'yorda ham to'kilishni bilamiz. 50 ta 70 tagacha bir sutkada to'kiladi. Lekin biz uni ko'rmaymiz. Me'yordagi soch to'kilishni ko'rmaymiz. Biz soch to'kilishini qayerda ko'rdik? Yotgan o'rnimizda, yostiqda ko'rdik. Taraganimizda ko'rdik, ukladka qilganimizda ko'rdik, cho'milganimizda ko'rdik, vanna to'la soch. Bu uje patologiya. Bu patologiya. Sochni to'kilishini siz ko'zingiz bilan o'zingiz ko'rdingizmi? Mana men masalan o'tiribman. Mana shundoq qilib sochimni nima qildim? Yozgan daftarim, qalamim nimamni ustida agar ko'rsam soch to'kilgan, men bilishim kerakki, menda nimadir patologiya bor. Uje borishim kerak, trixologga borishim kerak.
Endi sochni to'kilishini sababi undan tashqari faqat androgen yoki testosteron emasda, undan mana diffuz telogen soch to'kilish deydi. Mana shu narsa organizmdagi ko'pgina moddalarni tanqisligini natijasida bo'ladi. Bu asosiy soch uchun kerak bo'lgan narsa bu feritin, temir, temir moddasi, sink, biotin, oqsil. Mana biz nima uchun vrachga menga ko'p keladi bemorlar, darhol men ularga ko'raman, tekshirganimdan keyin tashxisni taxminan qo'yaman. Mana bir ko'rganimda mana deb saniki bu u deb qo'yishim qiyin. Apparatda ko'rib, anamnezini yig'ib, undan keyin laboratoriyaga yuboraman. Menga u zarurligidan, menga bir qanaqadir bir o'zim uchun xohishimdan yubormayman. Shu soch to'kilishiga olib keladigan sabablarni aniqlashim kerak. Aniqlamasam men qanaqa qilib unga dori yozib beraman, qanaqa muolaja qilaman. Demoqchimanki, birinchi navbatda men gemoglobinni ko'raman. Ikkinchi navbatda men mana shu oqsilni ko'raman. Chunki ba'zilar aytadi, "Ya, men deydi ovqat ko'p yeyman, yaxshi yeyman, go'sht yeyman, har doim til yeyman, jigar yeyman, u yeyman. Menda qon mayli, gemoglobin yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin agar oqsil kam bo'lsa organizmda, boyagi biz aytgan hamma oqsil bu nima? Bu transport. Transport vazifasini bajaradigan, hamma narsani u yoqdan bu yoqqa tashib yuradigan narsa. Ana shu narsa bo'lmagandan keyin u organizmda bu nima deydi? Bu so'rilmaydi, qonga singmaydi va to'g'ridan to'g'ri yana chiqib ketaveradi. Undan tashqari biotin, mana sink moddasini yetishmasligi, undan tashqari mana qalqonsimon bez kasalligi. Bizlarni bu regionga juda ham xos, mos bo'lgan narsa. Bilasiz, zo'b menimchalik bir 70% odamlarda birinchi, ikkinchi darajali bo'lsa kerak deb o'ylayman. Balkim xato qilishim mumkin, lekin ko'p. Mana shu narsa ham, yod tanqisligi ham bu juda ham katta ta'sir qiladi. Shuning uchun ham boya aytganimdek, agar sochni to'kilishini darhol sezdimi, qayerdadir ko'rdimi, yuvinganida, yotganida, cho'milganida darhol murojaat qilish kerak. Sochni shunaqa mahalda borib agar ko'rinib bir tashxis qo'yib unga muolaja olsa, biz qaysidir holatlarni o'sha oldini olgan bo'lamizda. Biz o'sha kallikka yetkazmaymiz kerak bo'lsa. Bor hozirgi kunda yetkazmaslik uchun hamma shart-sharoit bor. Demak, ham tashqi, ham ichki har xil usullar bilan siz o'sha odamga yordam berishingiz mumkin. Tashqi faktorlar haqida so'ramoqchiman, chunki ichki faktorlar albatta birinchi o'rinda turadi. Biz doim oldin o'ylardikki, va shampunim noto'g'ri, voy noto'g'ri qanaqadir kraskada bo'yadim, shunga to'kildi. Yo'q. Ichki faktor birlamchi turadi. Ya'ni o'sha siz aytgandek modda almashuvi bo'lishi mumkin, qandaydir xastaliklar. Tashqi faktor, masalan, bo'yoqlar. Hozir endi, конечно, amiaksiz bo'yoqlar chiqib ketgan, uni turli xil, ya'ni karmoningizdagi pulingizga qarab har xil darajadagi kraska olishingiz mumkin, arzonidan to eng qimmatigacha. Kraska sochni to'kishi mumkinmi? Mana qarang, sochni o'zini bunday oladigan bo'lsak, tashqi qobig'i bor. Tashqi buni kutikular qismi deymiz. Ana shu narsa bular bu aminokislotalardan tashkil topganda. Ya'ni bu narsa, bu mo'rt narsa o'zi aslida. Mo'rt bo'ladi. Boyagilar bir-biriga qo'shilgan holda tashqaridan sochni chexolga o'xshab o'rab turadi. Endi siz faraz qiling, ko'pchilik sochimni dedi sovun bilan yuvaman dedi. Eshitganmisiz shunaqa narsalarni? Yoki bo'lmasam boya aytganimizdek ximiya yoki bo'yoq. Yoki bo'lmasam dazmol, utyug. Voy, men rosa yaxshi ko'raman shuni. Mana shu yaxshi ko'ring-da shuni. Mana shu narsalar boyaga aytgan tashqi qobig'imizni sindiradi. Uni parchalaydi. Uni to'kib tashlaydi. Faraz qiling, meni ustimda hech narsa yo'q, meni sovuq joyga olib chiqib qo'ydingiz. Ichidagi o'zak qismi, mag'iz qismi qoladimi? Unga har qanaqangi tashqi ta'sir darhol ta'sir qiladi. Tepada chunki tashqi o'rab turgan narsasi yo'q. Bu tashqarida bu narsaga kerak bo'lsa ichki boyaga aytgan faktorlar ham ta'sir qiladi. Lekin ko'proq tashqaridan siz aytgan narsalar haddan ziyod ko'p yuvish, haddan ziyod fen ishlatish, tez bo'yash. Endi mayli, bo'yaganda biz hozir boya aytganimizdek yaxshi kraskaga yo bo'lmasa bunaqa sostavlik, bunaqa sostavlik yoki shampunni ham ishlatamiz.
Endi ko'pchilik mana shu shampun temasida ham bir savol bo'lib qolgan edi. Mana shu o'rni keldi shekilli aytib ketay. Marhamat. Shampunga bilmayman sizda bo'lganmi bu narsa. Shampunga men deydi siz deydi aloe qo'shib ishlating, keyin vitamin askorbinka qo'shing, keyin yana bir narsa qo'shing. Shuni mana bu vitamin B12 ni qo'shing, zo'r bo'ladi. Eshitganmi shunaqa? To'g'risini aytdingmi? O'zim ham shunaqa qilaman deydi. Yo'q, sotib oldim. Vitamin B'ni ampulada sotib oldim. Chunki shunaqa maslahat berishdi. Soching to'kilyaptimi, qilib ko'r deyishdi. Keyin esimga tushib qoldi. Xarid qilib olib kelgandan keyin esimga tushdi. Mani vitamin B'ga allergiyam bor. Keyin o'yladim, hozir buni 5 ta ampulasini ichiga sindirsam, ertaga sochim yonib, kuyib, boshim allergiya bo'lib ketsa-chi, dedim-da, qilmay qo'ya qoldim. To'ppa-to'g'ri. Siz hech ko'rganmisiz vitaminlarni bundoq qilib qo'lga surganini? Qo'lga surganini ko'rganmisizmi? Yo'q, ko'rmaganman. Yo'q. Nima qilasiz uni sochga surib? Sababi uni qanaqa ta'sir qiladi? Bir narsa organizmga singishi uchun uni singdirib olib ketadigan boshqa metabolit bo'lish kerak-da organizmda. Uni so'radigan, so'rib oladigan. Vitaminlar u ichakda so'riladi. Nima uchun vitaminni biz yo ichamiz, yo inyeksiya qilamiz. To'g'rimi? Bu qonga tushish uchun boyagi narsa, bular hammasi yo'g'on ingichka ichaklarda o'zi aslida vitaminlarni metabolitlar. Demak, nima surishingizdan qat'iy nazar u ta'sir qilmaydi. Uni foydasi yo'q. Lekin mana ko'pchilik aytadi, "Xo'p, tabiiy yo'l bilan bir narsa eting, doktor" deydi. "Hop, sizni doringizni tushunaman" deydi. "Buni mezangizni yo plazma, boshqa bu narsalaringizni tushunaman, fizioterapiya tabiiy ilgari mana qatiq qilgan, ayron qilgan, boshqa qo'ygan, tuxum qilgan, to'g'rimi? Qilganmi? Tuxum qilamanman. Sizga kulgili ko'ryapti, lekin sochini yo'qotayotgan odam o'zini har kuyga soladi, Ilhom aka. Men bilasizmi, men har doim bir narsaga yondashganda bir asos bilan yondashish kerak-da. Buni tegi bo'lish kerak deydi-ku. Ya'ni asosli bo'lish kerak, dalili bo'lish kerak, isboti bo'lish kerak. Fanda bu narsa tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ayollarga dalil kerak emas. Ayollarga o'rtog'ini gapi kerak. Mayli. Endi ular kerak, lekin men baribir tavsiya berganda men unaqa deya olmayman. To'g'ri. Vrach sifatida unaqa deya olmayman. Demoqchimanki, men boshqa narsalarni aytaman. Hozir bu yerda mana androgen alopetsiyani davolash uchun ishlatiladigan dori, ya'ni ichiladigan yoki ukol qilinadigan mana 5 alfa reduktazani ingibitorlari deymiz. Ingibitori 5 alfa. Ana o'sha dorilar ular ham nimadandir tayyorlanadi-ku, to'g'rimi? Mana shu dorilarni tayyorlanadigan boyagi o'simliklarni aytishim mumkin. Mana yaqindagi kongressda fitoestrogeni при андрогенной алопеции у мужчин и у женщин degan mavzu. Zo'r mavzu. Menga kerak. Ana o'shanda ya'ni buni isbotini tasdiqlab qanaqa bo'ladi? Fan shunaqa narsa bilasiz-ku. Mana bir guruh odamni oladi, 1000 tami, 2000 ta odamni oladida, boyagi narsani beradi. Ikkinchi odamga bu platsebo hech narsa yo'q, randomizirованное исследование va bularni sochni qalinligini, to'kilish darajasini, shu Venusning sochlarini, sonini, boshqasini ko'rib, keyin bir xulosa beriladi. Mana bu narsa haqiqatdan ta'sir qilar ekan, yo bu narsa ta'sir qilmaydi. Ana shunda men aytib o'tib ketaman, nimalar tarkibiga kirishi mumkin bo'lgan. Bu karlikovoy palma. Bu nima deymiz? Palma. Keling uni karlik palma deylik. Xo'p. Keyingisi maslasi, ya'ni yog'i. Masla karlikovoy palma. Jojoba. Bu ham o'simlik. O'simlik bu ham o'simlik. Undan ham moy olinadi. Tak, krapiva. Undan keyin oshqovoqni, o'zimizni oshqovoqni urug'ini shu ichidagi yog'ini olish kerak. Yog'i. Undan tashqari qo'ziqorinlar. Bor bir guruh qo'ziqorin. Ana o'sha narsalar anti-androgen effektga ega. Ana siz uni xohlang, boya aytganimdek maska qiling, xohlang uni bir qanaqadir masalliq qilib iste'mol qiling. Iste'mol qilsa bo'ladi-ku ularni. Masalan, yog'larni, ularni salat bilan, boshqa bilan. Endi yog'ini emas, masalan, o'sha oshqovoqni, urug'ini o'zini chaqib ham qilsa. Urug'ini chaqib iste'mol qilaman. Ana o'sha narsalar lekin fanda isbotlangan. Tushunasizmi? Ana
androgen effektga, anti-androgen effektga ega bo'lgan mana shular o'simliklar hisoblanadi. Mana shularni marhamat ishlatsa, bu juda ham yaxshi ta'siri bor. No, lekin boya siz aytgandek, mana tuxummi yo vitaminni, men unga to'g'risini aytsam qarshiman. Men bilasizmi qancha konyak va qancha tuxum ishlatib tashladim boshimga. Sirka ishlatadi, bilasiz? Sirka Yo'q, ham ishlatadi. sirkadan qo'rqaman, lekin o'sha eski bitta retseptim bor edi. Konyakka tuxum sarig'ini aralashtirib, uyda bo'lganimda chaplab qo'yaman, xursand bo'lib yuraman 2-3 ta Bu soch nega chiqsa. bunaqa sochni yaltiratadi, bilasizmi o'zi? Nima Yo'q. buni boya aytdim-ku sizga, tashqaridagi qobiqni sindiradi, ichkarida silliqqina, tozagina Svejiy soch qoladi, lekin tashqaridan uni hech bolasi qolmaydi. Uni o'ldirib bo'lasizlar-da. Ana shuni hisobiga sochlaringiz yaltirab ko'rinadi. Ilhom aka yuqorida yana bir narsani eslatdingiz. Hozirgi kunda plazma terapiya, mezoterapiya va o'sha sochga qilinadigan boshqa lazerlar bor. Chunki men bu haqda ko'p eshitaman. Kosmetologimga borganimda ham Негорочка, endi rusiy zabon, Негорочка, давайте сделаем плазму, у вас будут очень хорошие волосы, вот здесь мелкие волосы будут расти, ya'ni mayda sochlaring chiqadi plazma terapiyadan keyin deydi. Men og'riqdan qo'rqaman. Shuning uchun qildirgim kelmaydi. Chunki bilamizki, boshimizni terisi juda ham nozik, u yerga igna kirganda ham bir boshqacha girs qilib kirsa kerak-da. Siz nima deysiz o'zi aslida? Buni qildirish kerakmi yoki yo'qmi? Plazma terapiyani ham, mezoterapiyani ham o'rni bor. Qilish kerak. Lekin endi hozir mana siz o'zingiz boshladingiz, kosmetolog. Men hech kimni bir qanaqadir sha'niga, shaxsiga tegishga kamsitmagan holda gapiraman. Plazma terapiya bu terapiyaning nomi, shu qon olinadi, qondan probirkaga shu apparatga qo'yiladi, plazmasi ajratiladi va inyeksiya ukol qilinadi. Lekin hamma narsa o'sha siz ishlatayotgan boyagi probirkada. Bu probirka oddiy qon uchun ishlatiladigan probirka ham bo'lishi mumkin. Yoki uni sostavida ichida turli xil narsalar bo'ladi. Biotinlik, geparinlik, vitaminlik, boshqa, ko'p unaqa xillar. Shuning uchun uni bilish kerak. Uni ham turi bor. Endi ko'pchilik nima qiladi? Masalan, arzon deydi. Manda plazma nima uchun arzon bo'ladi? Chunki unga ishlatayotgan rasxodniki arzon. O'shaning uchun ham muolajani o'zi arzon. Vaholanki plazma terapiya bu o'zi umuman olganda uni bir emas, 2 qayta obrabotkadan o'tkaziladi. Uni maxsus o'zini probirkasi bor. Anu sentrifugani ham o'zini aynan shuni o'zini sentrifugasi bo'lish kerak plazma uchun. Demak, uni kosmetologda emas? Yo'q. Mana klinikada qilish kerak. Balkim qaysidir kosmetologda bordir, men bir narsa deya olmayman. Lekin bu narsa bilan ko'rmaganman. Bu narsa mana shu maxsus o'zi klinikalarda bo'ladi-da, bu boshqa joyda bo'lmaydi. Aynan shu yo'na. Endi bitta yomoni hozir endi kosmetologiyani hamchi to'g'risi sal bemalol qo'yib yubordikda, bo'sh qo'yib yubordikmi yo bo'lmasam ruxsat berib yubordikmi? Bo'sh qo'ymadik, biz ularni xohlagan ishiga qo'yib berib, ularni unutdik. Balkim istaganinglarni qilinglar dedik. Balkim. Ba'zida mana o'zi mana dermatologiyada ishlagan mahalimda, endi 3 yil bo'ldi, o'tdan hozir xususiydaman-ku. Shu yerda ishlaganimizda kosmetologiya bo'yicha buyruq chiqarilgan edi. Bu 20-buyruq edi u paytda. Hozir nimasi o'zgardi, ichidagi ozgina qismi, lekin ba'zisi qoldi. Shu yerda yozib qo'ygan edik. Vrach, kosmetolog nima ish qilish kerak? Estetist, kosmetolog nima ish qilish kerak? Shuni shundoq chegaralab berganmiz. Estetist kosmetologning vazifalarini ichida bironta ham inyeksiyalik muolaja yo'q. O'zi aslida qonun bo'yicha, kitob bo'yicha yoki hujjat bo'yicha. O'sha buyruq bo'yicha. Hozirgi kunda ham shunaqa. Lekin u buyruq ishlamaydi. Shuning uchun ham ishlamayapti. Endi sekin-sekin ishlaydi, xudo xolasa. Lekin shuning uchun ham hozirgi kunda mana uni bilib bilmay ko'p asoratlarga olib kelayotgani ko'p. Bu mayli kosmetologiya-ku, faqat inyeksiya qilar, meza qilar, lekin soch ketgan qancha. Mutaxassis bo'lmasdan. Aytyapsiz, chunki hozir undan oldin e'tibor bermaganman-da, lekin ko'rsatuvga tayyorlanayotganimda qarab chiqdim.
aynan ko'pgina kosmetologlar oddiy salonlarda soch ekyapti, qosh ekyapti. Ko'ryapsizmi? Odamzod shunaqada, agar qancha ko'p bilsa, qo'rqadi yoki o'ylanadi, bitta ish qilishdan oldin 10 marta o'ylaydi. Vrach shunaqa qiladi. Har bitta vrach ham shunaqa. Lekin uni bilmasa, uni asoratini bilmasa, uni ertaga nima bo'lishini, natijasini oldindan ko'ra bilmasa, boshqa qilmasa, unga baribir, unga farqi yo'q. U to'g'ri kelgan ishini qilaveradi. Lekin kechirasiz, mana yaqinda internetda men ham o'qidim, Rossiyada. Moskvaga borganimda, kstati, mana shu narsa ham обсуждать muhokama bo'ldi. Bitta odam klinikaga kelgan, soch ektirgan, o'lgan. To'g'ri, men ham eshitdim bu yangilikni. Ana shu narsani keyin hamma muhokama qilganda aytildiki, albatta buni vrach qilish kerak. Nega? Sababi anafilaktik shok degan narsa bor. Shok bu oddiy biza mana shu anesteziya uchun ishlatadigan dorilarimizdan. Endi qarang, mana kosmetologlarga ham nimaga bu taalluqli? Bu qilayotgan meza preparatlari, ishlatilayotgan yoki boring ana lidokayinmi yoki boshqami og'riq qoldiradigan narsa. Agar shu narsa Xudo ko'rsatmasin anafilaktik shok olib kelsa, u kosmetolog birlamchi yordam ko'rsatishni mutlaqo bilmaydi-ku. Bilmaydi-ku. Uni kerak bo'lsa ba'zi bir vrachlarni o'zlari bilmaydi-ku. Men nima uchun kuyib-pishib gapiraman? Mana soch ekishda hech bo'lmasa soch ekadigan odamlar bular vrach bo'lish kerak, chunki bu dorini ko'p ishlatadi-da. Chem kosmetologlarga nisbatan adrenalin ishlatadi, lidokain ishlatadi. Ana shu natijasida ko'pgina asoratlar ham, boshqasi ham, o'lim holatlari ham kuzatilganlarini ko'ryapmiz. Hozir mana soch ekishga o'tib ketdik. Bu savolni aslida oxirida bermoqchi edim, lekin keling shunga to'xtalamiz. Toshkentda soch ekadigan shifokorlar qo'l bilan sanoqli. To'ppa-to'g'ri. Mana salonlarni olib tashlasa, mutaxassislar juda kam. Asosan misol uchun Istanbulga borganimda juda ham ko'p erkaklarni ko'raman, chunki maxsus bog'ichi bo'ladi, povyazkasi bo'ladi soch ekilgandan keyin. Va Turkiyada juda ham ko'p ko'raman bunday erkaklarni va e'tibor berib qarasam, ba'zi bir tanishlarim ham aynan chet davlatlarga borib bu muolajani qilib kelyapti. Ular bilan bizni qandaydir farqimiz bormi, Ilhom aka? Mana hozirgi kunda siz aytganingizdek boyagi soch ektirmoqchi bo'lgan, ektirgan yoki ektirishni xohlagan, ektirib bo'lgan odamlar mana oldimga ko'p keladi. Lekin mana shu oxirgi 2-3 yilni oladigan bo'lsak, oxirgi 2-3 yilni, mayli undan u yog'ini emas, 2-3 yilni ichida O'zbekistonda men Turkiyaga borib soch ektiraman degan odamni o'zi qo'l bilan sanoqli bo'lib qoldi. Ilgari hamma borardi. Qo'l ko'taramiz, gap yo'q. Nega? Hozirgi kunda O'zbekistonda ham soch ekadigan klinikalar bor, yaxshi va undagi mutaxassislar birontasi ham bu yoqdan qolishmaydi. Lekin bu kam hali. Bizda kam. Endi bo'lsa bir 5 ta vrach sizlarda Toshkentda. Endi men masalan uni to'g'risini aytaman, men vrach sifatida qabul qilaman degan insonlarim bor. O'zim kerak bo'lsa shogirdlarim bular hammasi. Asosiy mana shogirdim Shorahmat, mana Jamila, o'zimizda ishlaydigan bolalarim bor. Yana bitta ikkita klinikalarda mana Bekzod kosmetda, yana mana Nigora degan, Jamshid degan yigitlar, bular haqiqiy mutaxassis, vrach shu narsani o'qigan. Men qolganlarini qo'lim ko'taraman, bilmayman. Tanimaysiz. Tanimayman, bilmayman. To'g'ri aytishadi, men Turkiyada ishlab kelgan. Yo'q, ularning mutaxassisligi yo'q. U mayli, agar boshqa mutaxassislik bo'lib soch o'rganishni o'rgangan bo'lsa ham mayli. O'rta tibbiy ma'lumoti ham yo'qlari bir 70% ni tashkil qiladi. Ishonasizmi shunga? 70. Ishonaman, chunki aytyapman-ku, soch ekadigan kosmetologlarni ham taniyman, liposaksiya qiladigan kosmetologlarni ham taniyman, xirurglar, mutaxassislar qiladigan ishlarni ham hozir o'sha podvallarda kosmetologlar qilyapti. Bu gapingizga ishonaman, lekin mana hozir umuman farqi yo'q deyapsiz. Farqini aytib beray. Siz farqini so'radingiz. Turkiya bilan biza o'zi umuman olganda butun dunyoda soch ekishning 2 xil metodi bor, usuli bor. Bu chokli va choksiz. Bo'ldi. Ana endi shu narsani har bitta vrach, mutaxassis o'ziga moslab
o'zi birinchi navbatda qanaqa o'rgangan bo'lsa, shuni takomillashtirib olib borishyaptiki, mana faraz qiling, hozirgi kunda bizda O'zbekistonda ilgari unaqa bo'lmasdi. Men o'zim boshlagan paytda, bu sizga 2013-yilni gapiryapman. 18 soat, 20 soatlab soch ekkan kunlarimiz bo'lgan. 20 soat. Endi mayli biz-ku charchaganimizni qo'ying. U ektirgan odam hamchi charchab ketardi-da. Hozir shu narsa kerak bo'lsa, mana shu 5-6 soatga tushdi-da. Aha. Demak, o'sha 5-6 soat ichida ilgari 2000 ta ekkan bo'lsak, hozirgi kunda 5-6 soatning ichida 3000-3500 ta ham ekish mumkin. aha. Tushunyapsizmi? Shu darajada hozir takomillashdi. Deyarliki farqi yo'q. Hozir masalan boshqa davlat bilan mana men yaqinda oxirgi borganim Germaniyada bo'ldi. Berlinda kongress bo'ldi. Butun jahon mana shu soch ekuvchilar nimasi kongressi. Shunda bitta odamni biza muhokama qildik. Haqiqatan u internetda ham bor. Hammaga qiziq. Qanaqa qilib, menga ham qiziq, в том числе. Qanaqa qilib bu shu darajaga yetkazyapti. Shunaqa qilib ekmoqchi. Yo bu qanaqadir Photoshop qiladi, yo buni qanaqadir bir siri bor, yo bu bizaga noto'g'ri ma'lumot. Shu bolani men rasm birga tushdim kelgan vrach bilan. Zerif deydi, vrach. Ana shu odam bilan hamma ishoning bir 3000-4000 ga yaqin vrach bo'lsa, savol bilan ko'mib tashadi. Mumkin emasda, ishonasizmi? Mumkin emas narsa. Unaqa natijaga erishish bu mumkin emas. Ya'ni donor sohada ozgina soch bor. Shu sochdan men deydi, men 10 mingta oldim deydi. Mumkin emas. Mana men shu в том числе aytaman-ku, boshqalar ham shunaqa. Yo to'xta deyapti, sen bizga ko'rsatasan. Sen bunaqa qilib odamlarni aldama deyapti. Lekin ko'rsatdi. Haqiqatan ham ko'rsatdi. Demak, mumkin ekan. Ana mumkin ekan. Endi baribir shunda ham shubha bor-da. Shunda ham bir nimadir bor. Men vrach sifatida o'zimni fikrimni aytdim, shu yerda ham aytdim. O'zi bilan birga gaplashganimizda ham aytdim. Biz ishlatadigan panch deymiz. Biz masalan 8-9 millimetrlik panch ishlatsak, u 5-6 deyarli 2 barobar kichkina panch ishlatadi. Unaqa panchda ishlab sog'lom soch donor sohadan olish qiyin. U butun sochni ildizida ko'p narsasini kesib yuboradi. Diametr kichkina bo'lgandan keyin. Hayronmiz, bilmadim, lekin bu ham endi qanaqadir bu ham o'ziga xos yo'nalishida o'sha vrachni. Ana endi shu narsa biza hamma butun shu soch ekadiganlargacha bir motivatsiya bo'ldi-da. Kim ko'proq ekish? Kim qani shuni qilganini bitta qilib ko'raylik. Mana bunaqa qilsak qanaqa bo'lar ekan degan fikr ham uyg'ondi. Lekin juda ham qiyin ish, chunki mana videolaringizni ko'rib chiqdim. Chindan ham o'sha 5-6 soatdan bu kam vaqt emasda. Qanday o'tkaziladi? Mahalliy og'riqsizlantirish qilinadimi? Albatta, soch ekish bu mahalliy og'riqsizlantirish bilan qilinadigan narsa. Bu hech qanaqa narkoz berilmaydi. Bemorga faqat shu boya aytganimdek soch ekishdan oldingi o'zini tahlillari bor, shularni o'tkazish kerak. Eng keragi, men ko'p aytaman, soch ekkanda bilinib qolish kerak emas. Baraka topkur, mana kim eksa ham men aytaman, mayli ekibsan, xo'p, bilintirmasdan ekkin, ya'ni mayli qalin chiqmasin, mayli unsi yana повторно eksang qalin qilib berarsan. No, ko'rgan odam shu odam soch ekibdi demaydigan darajada eksang, bu seni yutug'ing. Ektiribdi, deyish kerak emas, bilish kerak emas. Chunki aslini olganda menimcha chet elga juda ko'pchilik shuning uchun ketardi. Atrofdagilar bilib qolmasin, soch ektirganimni deb. Net, uni baribir biladi. Masalan, bu odam bugun menga kelganini uydagilar biladi, boshqa demoqchimanki, kelajakda shuni soch ektirganini, soch ekilgan ekan bu odamga 1 yil oldinmi, 5 yil oldinmi degan xulosa bo'lish kerak emas-da boshqa odamda. Ya'ni shu darajada bu tabiiylikka yaqin olib kelib ekish kerak. Mana shu vrachning yutug'i mana shunda, hamma gap shunda. Ilhom aka, buni yaxshi bilaman, chunki ko'rganman, aynan sizda soch ektirgan odamlarni o'sha bilintirmasdan tabiiy qilib chiqarganingizni ko'p ko'rganman, ko'p guvohi bo'lganman. Qarang, muolajadan oldin tashxis o'tkaziladi. Klinikani o'zida analizlar topshiriladi. Kimga bu muolajani qilish mumkin emas? Mana shu soch ektiradigan odamlar ko'pincha, umuman soch to'kilgan odamlar telefondan
qo'ng'iroq qiladi. Doktor deydi, "Men sochim to'kilgan, soch eksam bo'ladimi?" deydi. Aha. Soch ekishga o'zi ko'rsatma bor. Birinchi ko'rsatma bu boyagi aytganimizdek androgen soch to'kilishi. Ya'ni shu tepakallik. Ikkinchisi tug'ma, bu ko'proq ayollarda. Tug'ma peshona katta bo'lishi yo bo'lmasam tepa oldingi sochni oldingi liniyasini tepa joylash. Bu tug'ma bo'ladi. Buni tepa taraflarida sochlari yaxshi, lekin peshona katta. Mana shunaqa holatda ekiladi. Uchinchisi bu ayollarda ko'proq, bu ham traksion alopetsiya deymiz, ya'ni sochlari mana bundoq otni dumiga o'xshab yig'ib oladiganlarni, ayollarning ikkita chakkasidan soch ketadi, o't. Ana o'sha ham bitta holat va to'rtinchisi chandiq. Masalan, kuygan yoki biron bir kasallik bo'lgan, yiringli kasallik bo'lgan, zamburug'lik, ana shular natijasida chandiqlar bo'ladi va shu joylariga kelajakda soch ekish mumkin. Boshqa bironta holatda ham soch ekilmaydi. Bironta holatda ham ekilmaydi. Mana shu o'zini ko'rsatmasi bor. Ana shunda birinchidan ko'rsatma to'g'rimi? To'g'ri. Ko'rsatmaga tushadi, mos keladi. Oldimizga kelgandan keyin ko'ramiz. Yana bitta joyi bor, soch ekishning bir nyuanslaridan bittasi. Ko'pchilik aytadi, "Menga falon vrach 5000 ta ekaman" dedi. Yoki kimdir aytadi, "Yo'q, men uni unaqa eka olmayman. Men 2 marta bo'lib ekaman" dedi. Yo bo'lmasa, "Men bittada yopib yuboraman hammasini" dedi. Mutlaqo uni ko'rmasdan turib aytib bo'lmaydi. Ya'ni soch olinadigan joyni menga ko'proq qiziq joyi bor. Ekiladigan joy qiziq emas men uchun. Men baribir ekiladi, u это однозначно. No, olinadigan joyidagi sochni qarang. Uni diametriga bog'liq kelajakda ko'rinish. Bir sochni o'sha har bitta sochni mikronlari bor, mikron o'sha mikronni o'lchanadi. Necha mikron bo'lsa, kelajakda bu yaxshi ko'rinadi. Uni rangiga bog'liq, rangiga. Va o'sha sohani o'zini holatiga bog'liq. Ya'ni vaspaleniya, ya'ni ko'pincha ugri yoki sebariya holatlari bo'ladi. Shunaqa narsalar bormi o'zi, yo'qmi? Ko'pchilik shunga ahamiyat bermasdan, ya'ni bilmayman, men finans tomonini o'ylaydimi, ekvoraman, ekaman, ekvoraman, bundoq qilaraman, bundoq qilaraman. Yo'q, bu noto'g'ri. Kerak bo'lsa 3 marta ek. 3 marta ek. To'g'ri, agar donor soha yetmasa, unda soqoldan olish mumkin. Ko'krakdan olish mumkin. Bu bor narsa. Uni aniqlab oldik. Aniqlaganimizdan keyin boya aytganimizdek analizlarni topshiramiz. Analizlar tahlillari yaxshi chiqsa. Ba'zi hollarda bo'ladi. Masalan, qandli diabet. Og'ir turi mumkin emas yoki qon kasalliklari. Mana qonni uyushqoqlik xususiyatining buzilishi deymiz. U holatda mumkin emas. Allergiyalar. Allergiya, agar shu boyagi doriga allergiya holati bo'lsa, unda ham o'tkaz beriladi. Yoki yosh 40 dan oshganlarda men doimo EKG qildiraman, yurakni faoliyatini, kardiologni ruxsatini. Albatta bu narsa kerak. Qanaqadir kasalligi bo'lsa, u ham mumkin emas va boshni o'zida teri kasalliklari bor. Misol uchun psoriaz. Unda ekib bo'lmaydi. Bunaqa holatda ham bu ham hammasi o'tkaz. Shunaqa holatlarni inkor qilganimizdan keyin muolajaga bemalol kirishimiz mumkin. Ekishimiz mumkin. Ekilgan soch eng kam reabilitatsion muhlati bu 5 kun. Ya'ni 5 kunning ichida sochlari boya siz aytdingiz, Turkiyada ko'rdimda o'ralgan, shu o'ralgan lenta taqib olgan holat 3-4 kun bo'ladi. Birinchi soch ekilgandan keyin yuviladi 2 kundan keyin. O'zimiz uni yuvib tarab beramiz, ko'rsatib. 5 kun, maksimalni 14 kun. 14 kunning ichida boyagi soch ekilgandan keyin ko'richkamda qizarib qoladi, bo'rtib. O'sha narsalar 14 kunda tushadi. Ana o'sha mahalda xuddi odamlar sochini kalga olib yurgandek bo'ladi. Ekilish kerak bo'lgan joyda ham sochlar bor, bir xilda hamma joyi tipratikondek bo'lib turaveradi. Endi bu sochlar birinchi oyning oxirigacha turadi. Birinchi oyning oxiridan keyin sekin-sekin o'sha sinishni boshlaydi. Va 3-oydan boshlab ekilgandan sochlar 3-oydan keyin o'sishni boshlaydi. Eng yaqin natijani siz 6 oyda, oxirgi natijani 1 yilda ko'rsatasiz. Voy,
juda uzoq bir protsess ekan, Shunaqa, jarayon, shunaqa. qiyin. Chunki qaysidir ko'rsatuvda ko'rishganimizda sizdan so'raganimda, Nigora, siz uni keyin 1 yil davomida fenda tortolmaysiz uchotchi, ukladka qilolmaysiz deganingizdan keyin bu shashtimdan qaytganman. Chunki bizni kasbimiz doim salonlarda o'tadi kunimiz. To'g'ri. Demak, bu jarayonga boshqacha yondashish kerak ekan. Agarda misol uchun men keyinchalik mana shu to'kilgan joylarimga soch ektirmoqchi bo'lsam, 1 yil Endi uni qaraysiz, endi tegmaslikka o'zimga va'da berib, paypaslab, ehtiyot Undan qilib. tashqari sauna, basseyn mumkin emas. 3 Voy, oygacha. voy, voy. Zal 3 oy. Zal ya'ni 5 kilogacha bo'lgan yukni endi hamma har xil Og'ir gapiradi. yuk ko'tarish Og'ir yuk, mumkin emas. Og'ir yuk Aha. mumkin emas. Sport bilan shug'ul. Xlor mumkin emas. Xlorli suvlarda cho'milish 3 oy. Bu ham Qarang, biz yaratgan tomonidan berilgan ne'matni qadriga ham yetmas ekanmiz-da. Chunki o'zimizni tabiiy sochni qay kuylarga solmaymiz. nimalar qilmaymiz unga? Nimalar qilmaymiz, lekin aslini olganda agarda soch ektirgandan keyingina buni qadriga yetishimiz mumkin. Ilhom aka, va bitta nozik savol, lekin buni hamma shifokorlarga beraman. Klinikangizda soch ektirish necha pul? Ya, uni man hech qanaqa nimam yo'q, sekretim yo'q. Manda hozirgi kunda bitta graf 5000 so'm. 5000 so'm. Ya'ni agar odam uni o'rtacha odamlarda ekiladi taxminan 2500 3 ta. O'rtacha 2500 3 ta. Bo'ladi 4000 5000 ta ham ekiladigan holatlar bo'ladi bittada yoki ikkita etapda ekiladigan holatlar. No, bitta graftga hisoblanadi. Buni graft deyiladi. Soch deyilmaydi. Endi ko'pchilik bizani meditsinada, ya'ni trixologlar ichida bitta graft 5000 so'm. Shunga qarab baholanadi. Demak, uni o'sha shaxsiy konsultatsiyadan keyin individual Albatta. hisoblab Albatta. qo'liga berasiz. Mana buncha ekamiz, narxi buncha bo'ladi. Ekilgandan keyin o'sha kunning o'zida qo'liga bundoq qog'oz beramiz. Ya'ni sizga shuncha graft soch ekildi. Masalan 3250 ta va mana shu 3250 tani biz aytgan, ya'ni rekomendatsiya beriladi. Har bitta poshagovoy bugun buni qilasiz, ertaga buni qilasiz, 1 oyda buni qilasiz, 3 oyda buni qilasiz degan narsa hammasi kiritiladi va qo'liga beriladi. Shu orqali bemorlar o'zlari murojaat 1 yil davomida tekin konsultatsiya ekilgan odamlar. Garantiyasi bormi? Bor, o'shanga yozib qo'yamiz biz. Demak, o'sha sertifikatga. yozilgan sertifikatda Sertifikatga siz garantiya berasiz. beramiz. Mana shuncha soch ekildi, Mana shuncha shuncha soch chiqadi umrbod, deb. umrbod deb beramiz. Uncha yaxshi. Azizlar, hurmatli kuzatuvchilar, agarda bunday muammo sizda bo'lsa, albatta Ilhom akaga murojaat qilishingiz mumkin. Chunki aslini olganda juda ham kamdan kam shifokorlar bunga garantiya bermoqda. Keyinchalik o'zingiz bosgan qadamlaringizdan kelib chiqqan holda biz e'tibor berishimiz mumkin deyishadi, lekin mana Ilhom aka aytyaptilar, mana o'sha graf bo'lib hisoblanganiga garantiya beriladi. Ilhom aka, konsultatsiya necha pul? Chunki bugun mana ko'rdim istoriyangizda narxlar o'zgaradimi yangi yilda? O'zgaradi yangi yildan. Yangi yilda, 26-yildan. Da, 26-yildan 350 ming so'm konsultatsiya bitta mutaxassisni. Endi uning ichiga trixoskopda ko'rish bilan billa. Aha. Billa. Endi baribir ham vrach agar to'g'ri mana shu konsultatsiya jarayonida to'g'ri tashxis qo'ysa, bu bemor uchun ancha-muncha yengil yutuq bo'ladi. To'g'ri tashxis qo'yish uchun bemorlar bilan ko'proq suhbat qilish kerak, ko'proq tekshiruv kerak. Endi ularga ko'proq vaqt ajratish kerak. Vrachning konsultatsiyasini puli nimadan kelib chiqadi? Bu hammasi uni vaqtidan kelib chiqadi. Vaqtidan va menimcha o'sha malakasidan, Albatta, ketkazgan umridan Umridan. deylik. Chunki har bir shifokor yillar o'tib faqat yaxshilanib, mukammal shifokorga aylanib boraveradi. Shunday ekan, narxlar oshib boraveradi. Ana endi yuqorida bir savol bermoqchi edim, shu savolga qaytaman. Ilhom aka, yana bir muammo mavjud. Chunki biz ikkita katta muammo haqida gapirdik, lekin ba'zida kuzataman ijtimoiy tarmoqlarda bolajonlar sochini yuladi. Sochini ayniqsa maktab davrida ko'p kuzatganman, o'zimning sindoshimda ham bo'lgan, sochini tishlaydi. Ya'ni asabiylashganda o'zi bilintirmagan holda o'sha uzun sochini tishlab, keyinchalik hatto ba'zilarda operatsiya holatlari ham bo'ladi, chunki oshqozoni ana shu sochga to'lib qoladi. Keling shu muammolarga ham to'xtalib o'tsak, chunki bunday muammolar bor, lekin ko'pchilik bundan uyaladi.
bolalarni vaqtida olib kelmaydi. O'sha biz aytgandek tabiblarga olib borib har xil malhamlar suradi, o'sma qo'yadi, xina qo'yadi, ana chiqib qolar, mana chiqib qolar. Lekin u bola ham tan olmaydida sochini yulayotganini. Bu nima muammo? Bu nima kasallik? Bu fanda trixotillomaniya deyiladi. Ya'ni sochlarni bolalar shu odam o'zini sochini yuladi. Endi bitta narsasi bor, ularni yana bitta tashxisi bor, trixoteromaniya deydi. Teromaniya degani bu qaychida kesadiganlar ham bor. O'zini sochini O'zini kesadi. bor bu narsa. Endi bular kimlar? Nima uchun? Asosan bularni qilishiga sabab oilada agar bo'lsa, oilada nimadir faktor borki, bolaga salbiy ta'sir qiladi. Maktabda bo'lsa, maktabda kim bilandir, o'rtog'i bilanmi, bilmayman, o'qituvchisi bilanmi, kim bilandir konfliktli situatsiya bor. Ishxonada bo'lsa, ishda. Bular siz, biz yoki ko'pchilikda shunaqa fikr bor. Bular jinni, bular unaqa emas. Ba'zi bir men bolalarni ko'rganman, shunaqa a'lochi, shunaqa zo'r o'qiydi, ko'p o'qiydi. Fikri, aqli, hushi hammasi joyida, lekin shu ishni qiladi. Bular bilmagan holda boyagi endi yosh bola ko'pincha dardini ayta olmaydi, ichidagini gapira olmaydi. Gapirsa qizlarda ko'proq bo'ladi, между прочим. Ayniqsa o'spirin yoshdagi qizlarda, balog'at yoshiga yetayotgan qizlarda men shu o'zimni ish jarayonida ko'p ko'rdim. Ayniqsa maktab yoshidagi qizlarda ko'p bo'lar ekanda, maktabda endi birinchi haligi qo'pol qilib aytgandan sevgi izhor boshlanadi-ku. Birinchi muhabbat davri. Birinchi muhabbat. O'shanda ana bolami, qizmi yo kimdir boshqasimi aralashib bir narsa konflikt bo'lib, u boshqasi bilan bu boshqasi bilan bo'lsa, o'sha narsa juda ham katta ta'sir qilar ekanda, shunga o'tadi. Men onalarini, ota-onasini chiqazib yuborib gaplashaman. Qizim, o'tir, kelamiz. Aytish yo'q hech kimga, gapirish yo'q, o'rtamizda qoladi. Lekin aytmasang, men seni davololmayman. Ishonasizmi shuni? Hammasini oqizma tomizma aytib berishadi. Agar gapirishni bilganlari bo'lsa, ba'zida yoshlar bor, kichkina bog'cha bolalari. Ular nimaga qiladi degan savol. Ularda bunaqa narsa yo'q. Ular qizg'anadi. Ukasini mana o'zi tug'ildi. O'zidan keyin yana bitta farzand tug'ildi. Bu e'tiborsiz qolib ketdi. E'tibor bunga o'tadi. Bu qolib ketadi. Как будто-ki buni xayolida bunga hech kim qaramayapti, bunga hech kim o'yinchoq olib bermayapti. Bular kasal emas unaqa, lekin boyagi narsani ichida qanaqadir chiqarish kerak edi, nima bilandir chiqarish kerak. Mana shu narsa bilan chiqaradi. O'ynab, anu boyagi aytgan ashaddiy boyagi asabiga teggan holatlar bo'lsa, ular chaynaydi ham, yeydi ham. Yana ba'zilar bu mana birinchi kurs maktabni bitirdi, institutga kirmoqchi, institutga tayyorlanadigan vaqtda bu ko'p bo'ladi. Boyagi siqiladi, kiralarmikanman, yo'q, kecha kunduz o'qiydi, uxlamaydi, nagruzka qiladi. Mana shu ham bitta sabab. Yana bitta sabab meni oldimga olib kelishdi. Ko'rib turibman. Bitta bolani emas, onani davolash kerakdi. Bolasidan hali u bola ham o'zini bolalik davri borda, bolalik o'yini bor. Uni chegaralab qo'yish kerak emas. O'zi kichkina bola. Katta bola bo'lgan, bu nimaga buni o'ynaydi? Men bunga o'qi dedim, men bu soat 2 da bunga borish kerak, 3 da bunga borish kerak, 5 da unga bor. Yo, unaqa ham qilib bo'lmaydi. Haddan ziyod bolaga nagruzka, ham jismoniy, ham aqliy nagruzka berish ham bu noto'g'ri. O'zini hammasini yoshiga nisbatan qilish kerak. Nimaga aqli zo'r bo'lsa bolalarni 3 yoshdan maktabga olmaydi? O'sha boyagi har tomonlama yetilgandan keyin 7 yoshmi, 7 yoshda maktabga olinadi. Bekorga emas-da, ungacha o'zini bolalik davrini o'tash kerakmi bola ham? O'shanda hamma narsadan bahramand bo'lish kerakmi? O'sha narsani chegaralaymiz-da. Chegaralaganimizdan keyin bularda bu hammasi salbiy ta'sir, ruhiyatiga ta'sir qiladi. Endi buni davolash mumkin, ya'ni to'g'rilash mumkin. Bunga yaxshi psixolog yoki psixonevrolog bo'lsa bo'ldi. Ko'pchilik aytadi, bu seni ishing emas deydi, menga aytadi, trixologning ishi emas deydi, yozadi-da.
Xo'p, men aytaman, qaysi psixonevrolog tashxis qo'yibdi trixotilomaniya deb, keyin trixologga yuboribdi bo'lmasa. Mani ishim bo'lmasa. Nega davolamabdi? Xo'p, значит, soch to'kilibdi, menga kelibdimi, значит, meni ham ishim. Meni ham vazifam, meni tashxisim. Bu bizada qo'yiladigan tashxis. Lekin hamma psixonevrologlar yoki psixiatrlar, psixiatr emas, psixologlar bu bilan ishlamaydi. Meni o'zimni shunaqa bir yaxshi mutaxassisim bor tanaga. Ikkalamiz tandemda ishlaymiz. Darhol biladi. Bir marta konsultatsiya. Ishonasizmi? Bitta konsultatsiya yetarli. Bir marta. O'zini mashqlari bor. Dori yo'q o'tda. Hech qanaqa dori yo'q. O'zini mashqlari bor, shu suhbat qiladi. Suhbatdan chiqib to'g'ri oldimga kelib bor ekan-ku deydi. Otasi ham, onasi ham nahotki deydi. Maza qildik deydi. Ishonasizmi? Mana shunaqa holatlar. Davolash mumkin. Biz keyin uni stimulyatsiya qilib, sochlari tez chiqib ketadi. Demak, o'sha tangadek to'kilgan joylar, tugi bilan o'zi mana ko'rdimda ijtimoiy tarmog'ingizda, sizda Instagramda ko'rdim. Kal bo'lib qolgan o'sha joy. O'sha joydan ham soch chiqadimi? Yo'q, u boshqa. U o'choqli soch to'kilishi yoki diffuz universal U boshqa kasallik. Bu soch yulganlarni agar ko'rgan bo'lsangiz, chegaralari aniq bo'ladi. Shundoq bir xuddi qanaqadir qo'lda bir chizib yoki spetsialniy bu prichoskalar qiladi-yu yosh bolalar, mamitlarini, kantlarini nima qilib, ana o'shanaqa holat bo'ladi. Bu trixotilomaniya deyiladi. Siz aytayotgan dumaloq yo bo'lmasa umuman yo'q, tuxumdek bosh, soch ham, qosh ham, kiprigi ham yo'q. U holat u konservativ yo'l bilan davolanadigan holat. Uni davolasa bo'ladi, lekin unga uzoq vaqt ketadi. Mana o'sha ikkinchi holat, demak hech narsa yo'q. Bu genetik kasallikmi? Bu autoimmun kasallik. Autoimmun. Bu autoimmun kasallik ko'proq hozirgi kunda mana qalqonsimon bez kasalligi yoki ichki organlarda qanaqadir kasalliklar bor bo'lsa, ana shularni buni lekin davolashni usullarini hozir juda ham yaxshi dorilar chiqqan. Dorilar borki, o'sha narsalarni qo'llasa, lekin to'g'ri qo'llasa, yaxshi samara qiladi. Mana hozir ko'ryapman, ko'p unaqa bizning shifoxonada hozir klinikamizda bilmayman, har kuni bir 50-60 ga yaqin kasalni ko'ramiz. Shularning hammasi deyarli shunaqa kasal. Juda ham to'g'ri aytyapsiz, chunki o'zimga ham necha marta aytgansiz. Keling Nigora, ko'rib beramiz, dori vositalari ham o'zimizda bor deysiz. Chunki bu juda qulayda. Dori vositasini yozib bergandan keyin bu maxsus dorilar. Uni odam qayerdadir izlab yurgandan ko'ra, klinikada o'sha tashxislashdan o'tadi, tashxis qo'yiladi, dori darmonni ham joyida xarid qiladi va qisqa vaqt ichida ana shu soch yo'q joydan soch kelib chiqadi. Ilhom aka, siz odamni tashqi qiyofasiga ta'sir qiladigan vrachlardansiz. Chunki unday vrachlarda masalan men plastik jarrohlarni bilaman, trixologlarni bilaman va haqiqiy o'sha vrach kosmetologlarni bilaman. Ular odamni o'sha biz hozir juda bir modniy so'z bor-ku, samootenka deymiz. O'sha samootenkasini o'ziga bo'lgan ishonchini ko'tarib beruvchi shifokorsiz. O'shalar sarasiga kirasiz. Sizni hayotingizda, praktikangizda, tajribangizda bo'lganmi, juda ham tushkun ahvoldagi odamni olib chiqqaningiz yoki ana shu muammo ortidan deyarli hayoti barbod bo'lgan insonlarni taniysizmi? Bo'lganmi praktikada? Bo'lgan. Bunaqa holat bir ikki marta bo'lgan, ko'p emas, lekin bo'lgan. Sabab bittasi doktor dedi, "Men o'zim osaman" dedi. "Men dedi yashashni xohlamayman. Menga kerak emas" dedi. "Bunaqa yurishim men уже hamma narsani qilib ko'rdim." Endi oldimga kelgandagi suhbatdagi gapdi. "Yo, keyin qo'y, unaqa qilma, oldin mana bunaqa qilaylik. Mayli, oxirgi marta hech bo'lmasa." Men ham ko'ndira olmayapman-da, qarasam уже hech narsaga mana shu jarni nimasida turibdi. Men bitta harakat qilib ko'ray. Mana bitta возможность ber menga ham. Lekin uzoq davolandik, ancha. Boshida ozgina davolaganimizda sabr yana chidamayapti, bo'lmayapti. Endi birdaniga bo'lmaydi-ku bu narsa. "Yo'q" deydi doktor, "unaqa edi, bunaqa edi." Yo'q. Keyin sekin ozgina rezultatni ko'rgandan keyin ozgina nima deydi, hayotida nimasida, ko'nglida bir narsa, ko'zida yorishish paydo bo'ldi-da. Hayotga boshqacha qaraydigan bo'ldi. Ana hozir mana shu odam, ishonasizmi, yo'qmi, menga har bir bayram bo'lsa qo'ng'iroq qiladi. U yoq uncha bir yo'li tushib qolsa,
qurt, ana qurt bor o'zimizda qurt. O'shandan yo bo'lmasam qoqi bor anaqani o'rikni qoqisi. Ana o'shandan olib keladi. Mana shuncha. Olib keladi, shu bu eti borda. Esidan chiqmagan. Shuni tashlab ketadi. Men sizni bitta ko'rib ketay. Juda zo'r yuribdi. Shunaqa holatlar ham bor bo'lganda. Bu Odamlarda- shifokor uchun muhim Endi narsada, bu muhim jarayon. Menga ularni bilasizmi, men bu yoqdagi muolajamdan va boshqamdan shunaqa ikkita uchta odam kelib menga bitta duo qilsa yo boshqa narsa deb ketsa, eshigim taqiladi, doktor rahmat deb ketsa, menga bundan ortiq narsani keragi yo'q. Sizni muolajalaringizdan keyin uzatilgan qizlar ham bo'lsa kerak. Hay, ko'p bunaqalar. To'ylarga borgansiz. To'yga qanchasi chaqiradi to'yga? Ha, To'yga chunki boring deydi, to'yga boring. Men aytaman, qara, lekin to'yga chaqirish esdan chiqmasin. Chiqqandan keyin esingdan chiqib ketib qoladi deyman-da ko'pchiligiga. yo'q, chunki muhim bolalar-ku mayli sochini kalga olishi mumkin. Yigitlarda qandaydir yo'li bor, lekin qiz bolalar uchun, ayollar uchun yoki o'sha uzatiladigan davrdagi qizlar uchun bu juda ham muhim bir jarayonda. Ertaga birovni xonadoniga borganda o'zini ko'rkini ko'rsatsa, albatta har bir duosida sizni eslaydi. Ilhom aka, soch muammosi doim bo'lgan. Bundan buyog'iga ham menimcha bo'lsa kerak, chunki siz aytgandek biz hozir telefonlar, gadjetlar zamonida yashayapmiz va yaqinda bir tanishim bir savolni berdida, chunki hozir o'zim ham elektromobil haydayapman. Nigoraxon dedi, erkak kishi, siz vrachlar bilan ishlaysiz. Elektromobil olganimdan buyon sochim to'kilyapti dedi. Ta'siri bormi? Endi qarang, boya sizga aytdim-ku, men bunaqa narsaga javob berishim uchun menda bir dalil, isbot, tekshiruv bo'lish kerak-da. Chunki bu narsani hozir men baralla aytsam, ko'pchilik shuni qabul qiladi va bu men o'ylaymanki noto'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri tushunishi mumkin. Noto'g'ri tushunishi mumkin. Avvalambor elektromobil sotayotganlar noto'g'ri tushunishi mumkin. Aha. Ikkinchidan o'zim ham elektromobilda yuraman. Lekin men hali ko'rganim yo'q, hech narsa o'zgargan. Menga ham bir 3-4 yil bo'ldi endi chiqqan paytlari olganman buni. Aha. Bu narsa hali Covidni masalan so'rasa aytardim. Coviddan soch Covid qolib ketibdi-ku. yo'q, umuman deyman-da. Chunki Yo'q, bu narsa to'g'ri. isbotlangan. Bu narsa tekshiruvlar bor. Bunaqa xulosalar mavjud. Tushunyapsizmi? Lekin hali balkim bo'lar. Mana keyingi biron bir kongresslarda men ham shu savolni berishim mumkin. Iltimos qilamiz. O'zbekiston fuqarolari nomidan chet elga kongressga borganingizda iltimos shu savolni bering, chunki erkaklar bir emas, ko'pchilik so'rayapti. Avvallari ham vrachlardan so'raganimda xuddi sizdek javob berishgan, chunki buni tasdiqlaydigan hujjatlar bo'lishi kerak, ana shundagina shifokor javob bera oladi. Sochni yana bir jihati, ayanchli kasallikdan kelib chiqadigan jihati bu onkologiya. Albatta. Onkologiyadan avval sochi juda ham go'zal bo'lgan insonlar davo choralaridan keyin afsuski juda ko'pchiligi sochsiz qoladi. Ular ham savol berishyapti-da, Ilhom aka, qanday qilsam, nima qilsam sochim yana o'z o'rniga qaytadi? Yordam bera oladilarmi degan savollar jo'natishdi, shunga javob bersangiz. Qarang, onkologiyada o'zi biza ko'pincha men o'zim ham shunaqa holatlardan uchraganman. Nima uchun tekshiruvlarimni o'tkazganman? Qalqonsimon bezni UZI qildik. Boshni EEG qildik, elektroensefalogramma. Keyin ozgina o'zgarish bor dedi, men kompyuterga yubordim. Qarasak, onkologiya bor. Birinchidan xursand bo'ldik. Qaysi ma'nodaki biza tashxisni biza qo'ydik, ya'ni erta aniqladik. Agar balkim shu ayol bizaga kelmaganida, yururganda, chunki hech narsa bezovta qilmayapti. Faqat sochim to'kilyapti deb kelyapti. Tushunasizmi? Dumaloq bo'lib to'kilgan. Ya'ni bu narsa sochni onkologiyasi bor bemorlarda erta belgilari ham bo'lishi mumkin. Ya'ni sekin-sekin soch to'kilish. Bu bir. Masalan, ikkinchi tomon. Onkologiyasi bor. Operatsiya bo'ldi yoki ximioterapiya oldi yoki boshqa narsa oldi. O'sha mahalda aniqki soch to'kiladi. Soch deyarli qolmaydi. Buni bizda tashxis bor shunaqa telogen alopetsiya deydi, yatrogenni ta'siri natijasida, ya'ni boyaga olayotgan onkologik ukollari, opухолевый ukollari yoki ximioterapiyasi, boshqasi bu
toksik ta'siri natijasida sochlar to'kiladi. Mhm. Lekin jarayon agar onkologiya jarayoni orqaga qaytsa, ya'ni uni operatsiya qilib olib tashlansa, ana unda sochlar yana o'zini holiga keladi. Fanda shunaqa narsa bor. Paraneoplastik dermatozi deydi. Ya'ni paraneoplastik degani shu organizmda qanaqadir onkologik qaysidir sohasi onkologiya bo'lsa, bu sochga ham, teriga ham, terida ham borda shunaqa narsa. Ana o'sha kasalliklar rivojlanadi va uni davolasangiz u onkologiya bor paytda buni hech qanaqa orqaga qaytara olmaysiz. Aha. Qachonki onkologiya ketsa, bu narsa avtomatik ravishda davolamasangiz ham ketadi. Ya'ni joyiga qaytadi. Soch ham в том числе. Lekin uni kutib o'tirmasdan albatta uni поддержка qilish kerak. Ya'ni unga maxsus o'zini stimulyatorlari bor-u, no ikkinchi tomoni onkologiyasiga ta'sir qilish kerak emas-da. Boyagi onkologiyasi agar qaysidir jarayonda kichikilashtirib qo'ydik, biz berayotgan chunki immunomodulyator, vitaminlar, boshqa narsalar berishimiz mumkin-da soch uchun. Biz bu narsani qo'zg'ab qo'yishimiz kerak emas. Shu tomonni ham o'ylash kerak. Demak, agarda shunday bemorlar sizga murojaat qilsa, avval yaxshilab tekshirasiz, undan keyin yordam berishimiz mumkin. Tashakkur. Mana muxlisimizdan kelgan yana bir savol bor. Soqol haqida. Chunki erkaklar nafaqat sochga, balki soqoliga ham qayg'uradi-da. Bu juda bir qanaqadir boshqacha jarayon deb hisoblashadi. Men e'tibor bermagan ekanman, lekin agarda o'z vaqtida soqol chiqmasa, soqol mo'ylovi chiqmasa yoki yoshi katta odamda o'sha men ko'rganman, tanga bo'lib to'kilsa, erkaklar bu haqda juda ham qayg'urar ekan. Bu ham bir psixologik jarayonda. Ularga ham yordam berasizmi? Albatta, mana qarang. Soqol to'kilishning ikki xil nimasi bor, masalasi bor. Birinchisi, boya siz aytgandek tanga bo'lib to'kilishi, bu ko'proq asab bilan, erkaklarda asab bilan bog'liq narsa va boyaga aytgan ichki organlarning kasalliklari. Buni konservativ yo'l bilan davolash mumkin. Ikkinchisi ko'sa demaylik-ku, lekin soqoli kam yoki umuman chiqmadi. 25 yoshgacha uzog'i bilan kutiladi. 25 yoshgacha chiqmadimi soqol, bu yog'iga chiqmaydi. Voy desangiz ham, dod desangiz ham o'zidan o'zi chiqmaydi. Nima qilish kerak? Bitta yo'li hozirgi kunda fanda minoksidil degan dori bor. Uni suradi, lekin uni ham shunaqa ta'siri borki, to'xtatsangiz tushib ketadi. Chiqqan soqol. Ikkinchi yo'li bu kardinalni, bu masalani uzil-kesil hal qiladigan narsa bu soqol ekish. Soqol ham ekiladimi? Voy. Men 2014-yil shunaqa bir patok bemorlar kelishni boshladi. 14 mi 15tami esimda yo'q hozir. Hammasi ko'pchiligi Samarqandda. Samarqand, Buxoro, Samarqand, Buxoro. Bular bunaqa yosh yigitlar. Green karta orqali Amerikaga bular, Kanadaga ketishyapti. Bularda akasi o'sha mahallada shunaqa talab bo'lgan ekanki, ishga qabul qilinayotganlarga soqol qo'yib, soqollik bo'lsa, bu ham bitta kriteriy ekan, shu boyagi suhbatdan o'tayotganda ularni ko'proq ishga qabul qilar ekan. Simpatichniy bo'lar ekanmi soqol bilan? Endi hozirgi paytda lekin soqol qo'yish bu endi ko'rib turibsiz, rivojlangan anaqa nima bo'lyapti, trendda deymizmi? Juda ham ko'p soqol ektiradigan. Ayniqsa yoshlar. Bilmagan ekanman, to'g'risi, chunki mana savol berishganda ham o'yladim. Endi soqol chiqmasa dori vositasi surilsa kerak-da dedim. Shuncha yil sizni tanib, soqol ekilishi haqida endi eshityapman. Soqol bu juda ham aktual. Qosh ekilishini bilaman. Qosh ham ekasiz. Men borib qosh ektirsam, uni qanday parvarish qilish kerak? Bitta no tomoni bor qosh ekishda. Shu qoshingizni doimo xuddi sochingizni kaltalatganda kaltalatib turasiz. U o'sadi, xuddi boshimdagi sochga o'xshab o'sadi. Soqol ham xuddi shunaqa o'sadi-da, uni ham kaltalatib turishadi, to'g'rimi? Endi soqolni polibom olamiz-ku. Chunki sochdan olinadi-da, boshdan olingani uchun xuddi shunaqa o'sadi. Vaqt o'tishi bilan sekin o'sadi, lekin ungacha baribir siz kaltalatib turishingiz kerak. Qoshni. Hozir mana shu qosh bo'yicha men bundan bir 5 yil oldin Xitoyga bordim. Imенно qosh bo'yicha. Shunaqa chiroyli ekishadi. Hozirgi kunda Xitoydan o'tadigani yo'q qosh ekish. Qosh bo'yicha. Qosh bo'yicha Xitoydan o'tadigani yo'q. Bugun shuncha yangilik olyapman o'zimga. Mana Eronda ko'p ekishadi. Turkiyada unaqa yaxshi ekishmaydi qoshni. Men точно bilaman.
boshqa Endi davlatlarda hozir yo'q. to'g'risini aytsam, ayollarga qulayliklar ko'p, tatuajlar bor, bo'yab yursa bo'ladi, lekin men nimagadir tabiiy qoshlarni yaxshi Yo'q, hozir ko'raman-da. shunaqa idealni tabiiy qilib chiqaradigan metodlari chiqqan, endi dahshat qoshda. Ilhom aka, siz go'zallik yaratuvchi vrach ekansiz. Chunki buni tan olib aytish kerak. Soch, qosh, erkaklar uchun soqol, mo'ylov bu o'sha yuqorida aytganimizdek o'ziga ishonchni Nasib bo'lsa beradigan kiprikka o'tyapmiz endi. kiprik. Xudo Ya'ni bu xohlasa hozir keyingi yilga kiprik. mana biz kley bilan yopishtiradigan emas, Yo'q, aynan o'zimizniki o'zim- bo'lib Ha, o'sadigan. Meni yozib qo'ying. yozamiz. Yozib qo'ying, men uzun kiprik egasi Yo'q, bo'lmoqchiman. rostdan mana shu kiprik ekish hozirgi kunda bu yo'q. Masalan, Endi O'zbekistonda o'rganilyapti. Yo'q, o'zi bor. Aha. Bor, o'zi bu metodi bor. Lekin hamma joyda ham emas. Yana bir marta aytaman, Xitoyda yaxshi rivojlangan. Eronda ham endi sekin-sekin rivojlanyapti. Eronda nimagadir ayollar shu qoshini shunaqa qalin qilib yurishar ekan, shunaqa qalin ularniki. Brejnevni qoshi ham undan qolib ketadi-da u. Endi mentalitetga taalluqli Shunaqa bo'lsa kerak. Shunaqa bo'lsa kerak. O'shaning uchun ham talab ko'p bo'lsa, bu narsa yaxshi rivojlanadi. To'g'ri aytdingiz, chunki hozir O'zbekistonda talab ko'p. Sochga ham mana hozir bilib oldim, soqolga, kiprikka ham talab bo'ladi, chunki biz hammamiz sekin astalik bilan o'sha tabiiylikka o'tyapmiz, ya'ni qaytyapmiz. Demak, birinchilar qatorida men boraman, esingizdan chiqarmang. Va suhbat so'ngida so'ramoqchiman, biz ota-onalar bolalarimizni sochi, kiprigi, qoshi, keyinchalik o'g'illarimizni soqol mo'ylovi yaxshi o'sishi uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Kattalar-ku sekin-sekin o'zini eplab oladi. Lekin biz farzandlarimizga nimalar berishimiz kerak? Nimalarga e'tibor qilishimiz kerak? Qarang, birinchi navbatda men o'ylaymanki, bularning hammasi yeydigan ovqat ratsioniga ahamiyat berish kerak. Chunki yosh bolalarga biz ana mana degandan dori bermaymiz-ku. Birinchi biz to'g'ri, agar shuni ratsionda to'g'ri bersak, ya'ni buni tarkibidagi boyaga aytganimizdek vitaminga boy bo'lgan poliz, sabzavot, meva, mana shu narsalarni bilmadim endi qanaqa qilib berishadi, bu ota-onalarning o'zini nimasiga bog'liq deb o'ylayman. Buni aldab beradimi, majburlab beradimi yoki kasha qilib beradimi, boshqa qilib beradimi? Lekin yeyishi shart. Yeyishi shart. Mana shu narsa bizani eng katta o'rgatadigan yoki tavsiya beradigan narsamiz shu. Ikkinchisi, boya aytganimizdek, individual ravishda har bitta bolani o'zini shampuni yoshligidan ahamiyat berish kerak. Qarash kerak. Boshida ko'pincha qarashmaydi-da, boshida yosh bolalarda qazg'oq ko'p bo'ladi. Sebariya deymiz. Bu narsaga ahamiyat bermaydi, bola qashib yuraveradi. Shuni natijasida unda sebariya kuchayib, sebariya androgen alopetsiyaga yoki boshqa narsaga olib keladi, katta bo'lgan. Ana o'shani tushunib, boyagi cho'miltiradigan, yuvintiradigan narsamizga ahamiyat berishimiz bu juda ham to'g'ri. To'rtinchidan, men bunga ham bir qanaqadir ahamiyat berish kerak. Sababi balog'at yoshiga yetgan bolalarda bu narsani ko'p ishlatishi birinchidan biologik ritmni o'zgartirib yuboradi. Bular uyga kiradi, xonaga kirib, siz yot deysiz, yotadi, lekin 10da kirib ketsa, soat 4 gacha telefonda kim nazorat qiladi? Ana shu narsaga ham ahamiyat berishimiz kerak. Bu ham nafaqat sochga, butun organizm uchun zararligini hammamiz bilamiz. Shuning uchun bunga ham ahamiyat berishimiz kerak. Jismoniy tarbiya yoshligidan mana shu basseynga olib borganda ham, lekin albatta mana shu hovuzga, basseynga tushgandan keyin toza suvda o'zini shampun bilan individual ravishda o'zini hamma narsasi bilan, chochig'i bilan, boshqasi bilan ni в коем случае o'tnikini yo Maxsus qalpoqcha bilan issiq, haddan ziyod bir xilgilar bor. Issiqda ko'p yuvishni yaxshi ko'radi. Men bilmayman nima uchun. Yoqadi deydi. Bolalar ham shuni o'rganadi, keyin ota-onalar shuni qilgandan keyin bolasi ham shuni qiladi-da. Ana shu narsaga ham ahamiyat berish kerak. Temperatura, suvning harorati normada bo'lishi kerak. Yoshligidan qizlarni boya siz aytganingizdek dazmol
yo bo'lmasam kraska qilishmasa kerak u har xil turmak, mana turmagiga ham ahamiyat berishimiz kerak. Boyagi traksion alopetsiyani oldini olishimiz uchun. Dazmoldan tashqari hozir gafra degani chiqqan, Ha. ildizni ko'tarish uchun u ildizga juda yaqin joylashgan sochlarni kuydiradida. Masalan, men uncha xush ko'rmayman, lekin ba'zida qilishga majburman. Kamdan kam ishlatishga harakat qilaman, lekin qizlar e'tiborli bo'linglar, gafra sochni yo'q qilib boradi. Kuydirib yo'q qilib boradi. Va sochni kalga olish kerakmi? Yo'q, bechoralarni qiynamanglar. Bolalarni unga hech ahamiyati yo'q. Kalga bir xillar bor, sochim og'ir bo'lib ketdi-da deydi. Onam aytdi deydi, sochim og'irligidan tushib ketayotgan ekan, o'shaning uchun kalta qildim deydi. Eshitganmi shunaqa? Eshitganman. Ya unaqa bo'lmaydi. Gulladi-da deydi, gulladi, uchini kesib tashlaydi. Yo'q, to'g'ri, gullashi bu patologiya. Bu endi odamlarning orasidagi gap bu gullaydi. Bu значит sochning tolasida qanaqadir o'zgarish bor. Nimadir unga to'qimaga, shu soch tolasiga oziq, kislorod yoki qon, boshqa narsa yetishmayapti. Uni sababini qidir, bo'ldi, u gullamaydigan bo'ladi keyin. Demak, kalga olmaymiz. Yo'q. Qizlarni xunuk qilmaymiz. Yo'q, ni в коем случае kerak emas, baraka topinglar. Ilhom aka, shunaqa chiroyli suhbat bo'ldi. Katta rahmat. Rahmat. Chunki aytyapman, har gal siz bilan gaplashsam o'zimga yangilik olaman. Har doim siz daftaringizga o'zim yozdirib ketaman, lekin bormayman. Bu gal kiprik bo'lsa boraman, bo'ldi, va'da beraman. Bo'ldi, chunki menga bu juda ham qiziq bir jarayondek ko'rinyapti. Suhbat uchun katta rahmat. Sizni xalqimiz yaxshi biladi, taniydi, lekin bugungi suhbatdan keyin agarda muammosi bilan kimga borishni bilmayotganlar bo'lsa, albatta Ilhom akaga boringlar. Bu meni shaxsiy tavsiyam, reklama emas, shaxsiy tavsiyam. Ilhom aka, yangi yil muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Yangi yilda omadlar, Rahmat, zafarlar rahmat, tilaymiz. rahmat. Yaxshi kunlarda Sizga ham ko'rishguncha. katta rahmat. Yangi Rahmat. yilda yangi omadlar, yangi rejalar, barcha o'ylagan niyatlar hammasi amalga oshsin. Rahmat. Sochimiz Sog' ko'p bo'lsin. Sog' bo'ling. Azizlar, Shifo bo'lsin podkasti. Salomat bo'ling.